keldingmi? Keldim xotin. Men shu yerda seni kutib turdim. degan ovoz chiqyapti. Alang-jalang qilib bunday qarasam, juvon menga qarab 5 minutga kelib keting, massaj qilib qo'yaman deydi. Kim deb o'ylayapsan dedi. Iltimos kelib keting, bitta duxi badarka qilaman deydi. Qaysi? Ana u 3-qavat. Mana akva. Haqiqatan ham dadasi har xil odamlar ko'payib ketdi. Yo'ldan o'taysam, bir qop-qora jentira oldimga kelib to'xtasa deng. Bir kishi o'tirib shikolat beraman deydi, qarang, tavba. Meni nima deb o'ylayapti? Men ham hazillashdim, shaytonlamang va jinnimisiz voy. Shikolat qaydan? Do'kondan bolalarga deb oldim, voy. O'laga. Tavba qildim. Mana bunaqa bo'lar, hazillash, ehtiyot bo'linglar.